Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Atomic Habits'ni odatlarni magnitga aylantirish siri haqida gaplashamiz. Ya'ni how to make a habit irresistible. Qanaqadir odat tatbiq qilmoqchi bo'lyapsiz, lekin qilolmayotgan bo'lsangiz, buni siri siz u odatni jozibador qilishingiz kerak. Ya'ni u odatni qilish sizning huzur bag'ishlashi kerak bo'ladi. Qaqoq degan qush bor, inglizchasi goose deyiladi. Ya'ni o'sha ularni kichkina jo'jachalarini qorni ochadigan bo'lsa, ota-onasini qizil tumshug'idagi qizil tochkani cho'qishar ekan. Tadqiqotchilar shuni ustida research qilmoqchi bo'libdi. Biz любой qizil narsa qo'yib qo'ysak, o'shani cho'qiydi deb kartonga qizil narsa chizib, o'shani tutishgan ekan, qorni ochsa shuni ham cho'qishni boshlashibdi. Ya'ni qanchalik nuqta katta bo'lsa, shunchalik o'sha jo'jalarni cho'qish koeffitsiyenti oshibdi. Va xuddi shu narsa, ya'ni g'ozlar bilan qanaqadir g'ozlar bor ekan, ular tuxum qo'yar ekanda, tuxumi chiqib ketadigan bo'lsa, bo'yni bilan bunday qilib olib kelar ekan. Buni ham tadqiqotchilar qiziqishib ko'rishibdi, tinch o'tirmasdan o'sha tosh qo'yib ko'rishibdi, golf sharchasini qo'yib ko'rishibdi, bilyard sharchasini qo'yib ko'rishibdi. Hammasini ham g'ozlar qancha katta bo'lsa, shuncha kuch bilan, shuncha qiziqish bilan olib kelib qo'yib qo'yar ekan. Ya'ni bundan o'sha tadqiqotchilar bilibdiki, qanchalik odatingizga trigger qiladigan narsa, ya'ni odatingizni uyg'otadigan narsa katta bo'lsa, jozibador bo'lsa, shuncha uni qilish ehtimolingiz kattarar ekan. Hamma qiladigan ishlarimiz, xatti-harakatlarimiz tagida shu qaysidir joyda huzur olib keladigan narsasi bo'ladi. Misol uchun, ovqat qilayotganingizda ovqat pishirib yesangiz, siz o'sha yeb bo'lganingizdan keyin sizda u huzur bo'lmaydi. O'sha qilayotganingizda yoki o'sha endi tarelkalarga solayotgan paytingizda huzur bo'ladi. Misol uchun, qolgan xatti-harakatlarda ham xuddi shunaqa. Ya'ni shuni ustida ham tadqiqot o'tkazishsa, ya'ni kalamushlardan dopamin degan, ya'ni miyadagi chemical bor. O'sha narsasini o'chirib qo'yishibdi, blok qilib qo'yishibdi. Keyin ularga misol uchun qarashsa, yashashga ham bir holi yo'q, yashagisi ham yo'q, ichishga, yeyishga bir haftada o'sha kalamushlarni ko'pi o'lib ketgan. Ya'ni yashashga motivatsiyasi qolmagani uchun, chunki dopaminni o'chirib qo'yishgan, shakar berib ko'rishgan, shakarni yoqtirishgan, lekin ularda o'sha xohish yo'qligi uchun davom ettirmagan yashashni, shunday o'lib ketishgan. Yana bitta tadqiqot o'tkazishib, ularga o'sha dopamin retseptorlarini kuchaytirib, sal narsani ham zo'r mazza qilib qabul qiladigan qilgandan keyin ular o'sha yashash kuchayib ketgan, yashashga ishtiyoqi pitirib ketishgan, pitir qiladigan bo'lib ketishgan. Hozir aytib o'tgan misolimga, misol siz uni ikkiga bo'lsangiz bo'ladi. Xohish va yoqtirish. Misol uchun, siz xohlaysiz ham, yoqtirasiz ham, lekin bitta ishni qilishingizni asosiy sababi siz uni xohlashingiz, ya'ni yoqtirishingiz emas. Misol, siz ovqat pishiryapsizmi, siz o'sha ovqat pishishini xohlaysiz, o'sha jarayon juda ham qiziq ketadi siz uchun. Lekin pishgandan keyin mayli shirin mazali yeb qo'yasiz. Prosta u eng huzurli joyi bo'lmaydi baribir. O'sha xohlashingiz o'sha narsaga erishishga, o'sha eng katta dopamin olayotgan joylaringiz bo'ladi. Endi sizlarga videoni eng go'shtli eshitishinglar kerak bo'lgan joyi, chunki misol uchun shuncha narsani gapirdim. Nima uchun? Ya'ni bu joylardan, bu miyamiz shunaqa ishlashidan o'zimiz uchun foyda olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni odatlarimizni shakllantirish uchun miyamiz shunaqa o'ylaydigan, endi shuni o'zimizga to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Qanaqadir odat shakllantirmoqchimizmi foydali? Endi biz bilishimiz kerak, ishlovini biz jozibador qilishimiz kerak. Misollar keltirishgan, qanaqa qilib jozibador qilsa bo'ladi? Bitta odam kino ko'rishni yaxshi ko'rgan. Har xil kinolar. O'sha kinolarni ko'rish uchun u velosipedni certain speedda, ya'ni ayni bir qanaqadir tezlikda 15 kilometr soatgami, 10 kilometr soatgami aylantirib tursa ishlaydigan bo'ladi. Ya'ni undan tushib ketadigan bo'lsa, o'sha o'chib qoladi. Ya'ni xuddi shunaqa qilib bog'lagan. Bunaqa misollar juda ham ko'p, lekin siz bilishingiz kerak, shunaqa hozirgi odatingiz qanaqadir yoqtiradigan, o'yin o'ynashni yaxshi ko'rasizmi? Masalan, kino ko'rishni yaxshi ko'rasizmi? Shirinlik yeyishni yaxshi ko'rasizmi? Misol uchun, uyga kelganingizda 10 tarjima qilasiz и undan keyin telefoningizni chuqurlaysiz. Ya'ni sizga kerak bo'lgan odatga, undan keyin siz xohlaydigan odatingizni ulashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizga shu telefoningizni chuqurlashingiz bu reward bo'ladi, ya'ni siz uchun rag'bat bo'ladi. Bu juda ham oddiy narsa, ya'ni siz odatingizni jozibador qilishingiz juda ham ko'p yo'llar bor. Bu bilan kreativ bo'lishingiz kerak. Misol uchun, voy guruch, grechka, tovuq yeymanmi har kuni emas. Misol uchun uni har xil tarzda qilsangiz bo'ladi. Bir kun ustiga piyoz qo'yib, bir kosa pishloq qo'yib, yo bo'lmasam oldiga xurmolar qo'yib,
qanaqadir shirin soklar bilan ichib, misol uchun, bemaza bo'lmasligi uchun. Bunaqa misollar judayam ko'p. Sizga yoqmaydigan odatmi, lekin sizga kerakmi? Lekin siz xohlaydigan odatga ulaydigan bo'lsangiz, misol uchun kerakli narsani qilasiz birinchi, undan keyin xohlaydiganingizni qilasiz yoki birinchi xohlaydiganingizni qilasiz, keyin kerakligini qilasiz. Shu orqali siz odatingizni zo'r rivojlantirib turasiz. Keyingi videolarda buning uchun yana layfhaklar bor. Qanaqa qilib odatingizni sizga yopishib oladigan qilish uchun. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.